Mana shu uyimiz sotilyapti. Nikitina Sevastopolskiy. Judayam bir hozir statusi baland ko'chalardan bo'lib ketgan. Mana shu uyimiz sotilyapti. Uyimizda 2 в 1. Oldilarda mashina qo'yishlar ham bemalol. 2 в 1 deganim ham ofis yoki yashash uchun qolsa bo'ladi. Hozir to'liq obzorini ko'rasizlar. Qani ketdik. Hovlining ichiga kirib kelish. Bu yoqda shu yozda kech payt bizdekina Shobodada soya salqinda o'tiradigan joy qilib qo'yishibdi. Endi uy ichiga kiramiz. Hovli kirib kelish hovlilari va mana orqa tarafdagi joylar. Orqadan ham основной zdaniyega vxod bor. Biza bo'lsa bu yoqdan kirib boramiz. Kotelning oxirida ko'rsataman. Hovlidan kirib keldik. Open space holatda turibdi. Mashinaqasiga olib bitta kruгом aylantirib oldim. Juda keng. Nega 2 в 1 dedim? Tushunganlar bo'lgan bo'lsa kerak. Endi kirishimiz bu yoqda sanuzel bor. Bitta ko'rsatib chiqaman. Sanuzel. Aytayotganimdek 90% bitgan holatda. Hamma narsalarga joylar o'sha santexnik tarafdan nima kerak bo'lgan bo'lsa, konditsionerlar haqida turish kerak. Hamma narsalar joy-joyida tashab ketilgan. Bu boya orqa hovlini ko'rsatdim. O'sha yerdan kirib kelish. Hozirgi holatida kuxnya qilib shu yerdan foydalanishyapti. Butun uyni kameralar kuzatib turadi. Endi ikkinchi etajga chiqamiz. Podvoli va kotelni aytganimdek oxirida. Kimga shunaqa live obzorlar yoqadi? Oddiy va soddagina. Like'larni bosib, podдержкаlar qilib qo'yasizlar. Bu yoq родительский спальнямыз. O'zi ham ularni olmasdan iloji yo'q. Qaranglar mana yo'q. Voy. Qo'rqdi. Mayli. Uzilmaymiz. Sanuzel bilan hisoblaganda 60 kvadrat spalning o'zi. Nega unaqa katta spalni olib ketsam? Tashqari ko'cha ko'rinishlari. Umrimizdan 50% dan ko'proq spalnida o'tib ketadi o'shaning uchun o'zimga moslab qilganman debdilar. Yo'qman, o'zim sanuzel bor. Voy, shuncha rasmga olmanda shuni yoqish esimdan chiqibdi. Chiroyli kunda. Endi chiqamiz bu yoqdan. Bu endi детский spalnya. Bu sotish uchun qilingan emas, aytib qo'ying. O'zligiga moslab qilishgan. Hofbob desa ham bo'ladi. Полный pishgan ishdan qurilgan. Va общий sanuzel ikkinchi etajning o'ziga. Shunaqa gaplar. Podvolga tushamiz. Podvolning holatlari. Bu yo'lga basseyn kichkinagina и o'sha sanuzeli, saunasi hisoblagan ekanlar. Endi o'lchamlari prilichniy, hozir qorong'i bo'lgani uchun ichkariga olib kirib o'tirmadim. Bu yo'lda endi hozircha mana shunaqa sal stroy materiallar turibdi. Har bir uy podvolda bo'ladigan narsa. И вот. Bu yo'lda bitta eng pastki qismi uyimizdan bu yo'ldan mana vxод bor tashqariga. Cho'tka
bular aytdilar menga plan qilgan ekanlar. Tam mana bunaqa zeleniy gazon bilan yopilib turadi. Shuni plan qiluvdim deyaptilar. Bu uyi maydoniga narx balandroq ko'rinishi mumkin, lekin bu yoqda hamma uchastkalar juda ham qimmat. Qo'limizda kotelni alohida zanaga tushirilgan ekan. Hamma narsa yuniversalga qo'yilgan.